Qadrdonlar, bayram Gassisada ham davom etyapti. Nimaga unday deyapman? Shunday men joylashgan Gassisa yonidan chempionlar o'tadigan bo'lyapti. Chempionlar o'tyapti. Qisqasi. Mana kelyapti. Gassisani ham ajoyib buyurtma qilgan ekanman. Ana o'tyapti chempionlar. Nefçi şampiyon, nefçi şampiyon. Farg'ona tong otguncha. O'zim ko'ryapmanmi manaman degan yigitman o'zi ham. Nefçi çempiyon, nefçi çempiyon. Gitti. Yopildi. Do'stlar, tinchlikni, obodchilikni albatta o'zi hamma yaxshi ko'radi. Yurtimizni farovonligi bardavom bo'lsin. Oho, buni yumshoqligini qoyil. Do'stlar, bilasizlar, juda og'ir kunlar boshimizdan o'tkazdirganmiz. Do'stlar bilan kecha Afg'onda birga xizmat qilgan do'stlarim bilan ko'rishdim, rosa gaplashib o'tirdik. Yurtimizga, tinchligimizga, chempionligimizga ko'z tegmasin. Mana shunaqangi eng zamonaviy mehmonxonalar. Bor bo'linglar do'stlar, sog' bo'linglar. Har sohada, har jabhada mana shunday peshqadam bo'lib g'alabalarga erishib yuraylik. Butun O'zbekistonimiz butun jahonga mashhur bo'lsin. Konditsioner sayz, konditsioner. Televizor sayz, televizor. Choy, kofe, suv. Yana nima kerak senga deydi-yu. Shukur kerak albatta.